Bizda ajoyib qiziqarli bir holatlar ko'p bo'lib turadi, ko'z tegmasin. Hozirgi holatimiz ham qiziq. Ayolim keldilar, homilador birinchi marta ko'rishim to'g'risi ularni 23 haftalik homilamiz. 3 ta qizlari bor. Bu 4-farzandimiz. Jinsini bilishni xohlamadim shu paytgacha. Sizdan bilgim kelyapti. Qaysi jinsda bo'lsa, o'shani solib bering. Men uyimda borib erim bilan birga ochaman deyaptilar. Mayli dedim. Oyijonlar, qaysi birini solamiz, nima deysizlar? Shuni uylariga berib yuboramiz. Bu bizning 4-farzandimiz. Jinsida endi adashishlar yo'q. Qizmi, o'g'ilmi, bemalol bilsa bo'ladi. Biza qo'yadigan sovg'amiz bu. Hozir endi o'zlariga topshiramiz. Bu sizga uyingizda borib ochasiz. Ilohim shu Xudoyim niyatlaringizga yetkazgan bo'lsin, baxt topib ketsin bolajoningiz. Mana bizaga qolgani. O'zlari olib kelgandilar buni to'g'risi. Qaysi birini qo'yib berish o'zingiz ko'rib ichga qo'ymaydiganingizni olib qoling degandilar. Ilohim keyingi yilga buni ham sovg'alarnikiga qo'yib berishni nasib qilsin shu qizimizga. Duo qilib qo'yinglar.